Assalomualaikum aziz do'stlar, biz hozir Qarazo'q rayonuna keldik. Navbatdagi xaridarimizning uyini. Bu xaridarimiz uylari uchun ne kerak bo'lsa, hammasini bizning Bereket Stoy do'konimizdan oldi. Ko'rib turganingizdek, remontdan yaqinda chiqqan ekan. Ajag'amizning uyi mansard formasida ishlangan ekan. Bo'lmalari ko'p. Ko'rib turganingizdek, ajoyib. Barchamizga shunday ajoyib imoratlar buyursin deb o'tirib, biz obzorimizni boshlaymiz. Videoni oxirigacha ham ko'ring. Uyga kiraversin, ko'zimizga birinchi eshiklar tushdi. Ko'rib turganingizdek, ajoyib klassika variantdagi eshiklerimizdan oldi. Bu eshiklarga hozirgi vaqtda Bereket Stoy do'konlarimizda bereketli aksiya bo'lib o'tiribdi. Bu eshiklarni olsangiz, sizga ruchkalari hamda topsalari Bereket Stoy magazin tarafidan sovg'a qo'shib beriladi. Bundan keyin ko'zimizga tushgan zat aboylar. Hozirgi vaqtda hit bo'lib o'tirgan Modern firmasining ajoyib aboylarini oldi. Bu aboylarga da hozir bereketli aksiya bo'lib o'tiribdi. Oldingi bahasi 180 ming so'mdan sotilgan aboylar 109 ming so'mdan sotib o'tirmiz, ya'ni bereketli aksiyaga. Ko'rib turganingizdek, shunday axshillov, mramorniy naqsh turilgan ajoyib shunday naqshdan olgan ekan. Bu bo'lmaga o'zgacha bir atmosfera o'tiribdi, yanada axshil rang bo'lmani keng qilib ko'rsatib turibdi. Ko'rib tursiz, o'zingiz ko'rib baho bering, bu kirgan yeri. Hozirgi vaqtda hit bo'lib o'tirgan bu TV zona. Navbatdagi xaridarimiz ham shu holna TV zona siltgan ekan. Ko'rib turganingizdek, shunday gipki mramorlar, taraqlar bo'lmaga bir o'zgacha atmosfera berib turibdi. O'sha gipki mramorlarga da hozir do'konlarimizda bereketli aksiya bo'lib o'tiribdi. Aksiya bo'lib o'tgan vaqtda foydalanib qoling. Shunday uylaringizga bostirib qo'ysangiz ajoyib bo'lib, jarasini bo'lib turadi. Shunday neoklassika variantdagi ajoyib lyustramizdan oldi. O'sha qo'lga jarasimli bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Bu ko'rib turganingiz zal bo'lmasa, ko'rib turganingizdek, bu yerga de shunday lyustradan olibdi. Hozirgi vaqtda hit bo'lib o'tirgan terak formasındagi ajoyib lyustra o'sha zalga jarasimli bo'lib turibdi. Undan keyin shunday super mo'shi aboylardan ham oldi. Shunday mramorniy naqsh turilgan hamilon variantdagi ajoyib aboy. Bulda zalda keng qilib ko'rsatib turibdi. Bundan boshqa da жаңа aytganimday, o'sha uy uchun kerakli bo'lgan barliq laminatlardan, plyuntöz, tiaga, boshqa da gipsi kardon hammasini bizning do'konlarimizdan oldi. Ko'rib turganingizdek, zallari ajoyib. O'zingiz ko'rib baho bering, like bosib o'tiring, biz keyingi bo'lmaga yo'l olamiz. Al keyingi bo'lmamiz ashbalarimiz, apalarimiz yaxshi ko'radigan bo'lma, bu asxona bo'ladi. Bu yerga shunday kukunli mebel istetgan ekan. O'sha mebelning ostida, ya'ni partukka kafellerden, және aboylardan, және lyustralardan, vichka hammasini bizning Bereket Stoy do'konlarimizdan oldi. Және o'sha yerda ajoyib high-tech moykalardan ham olgan ekan. Shunday asxonalar ajoyib bo'lib turibdi. Xaridarimizga o'n bo'lsin deb qolamiz. Biz bo'lsa keyingi bo'lmaga yo'l olamiz. Videoning boshida aytganimizday, bu mansard formasida ishlangan joy, jo'xarida 3 spalni joylashgan. Olay bo'lsa jo'xarga ko'tarilamiz. Siz bo'lsa like deb bosib o'tiring. Ketdik. Ikkinchi daraja shunday bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ajoyib. Shunday klassika variantdagi eshiklar, жаңа aytganimday 3 spalni bor. Bu tarafning shifri shunday qilib bostirilgan ekan. Aynadan yaxshiliklar kelib turibdi, ajoyib. Bu yerga shunday dojdik variantdagi hozirgi vaqtda bereketli aksiyada turgan lyustralarimizdan oldi, ikkovini oldi. Shu bo'lmani, ya'ni shu holda deymizmi, jabjaqti qilib turibdi. Olay bo'lsa biz spalnilarni birga kirib ko'ramiz. Bu yerlarga da aboylardan oldi. Ketdik. Bu bo'lma balalar bo'lmasi, ko'rib turganingizdek birinchi spalni bo'ladi. Bu yerga hozirgi vaqtda bereketli aksiyada turgan 109 ming so'mdan sotilib o'tirgan ajoyib aboylardan oldi. Bahasi arzon bo'luviga qaramasdan sapasi juda yuqori bu aboylarning Modern firmasi nemitskiy texnologiyada ishlab chiqariladi. Ko'rib tursiz, mramorniy naqsh turilgan shunday jiltir nelar bor, yaxshilik bilan shag'ilstiradi. Ajoyib bo'lib turibdi. Bo'lma kichkina bo'luviga qaramasdan shunday oq rangdagi aboylar bo'lmani keng qilib ko'rsatadi. Ajoyib. O'zingiz ko'rib baho bering. Biz bo'lsa keyingi spalni bo'lmaga yo'l olamiz. Ikkinchi spalni bo'lmasini shunday gulli variantdagi modern aboylardan bosgan ekan. Ko'rib turganingizdek, jiltir naqshlari bor. Shunday gulli, bu yaxshilik bilan shag'ilsib, jiltirab turibdi. Ajoyib. Ko'rib turganingizdek, o'zingiz ko'rib baho bering. Biz bo'lsa 3-spalniga yo'l olamiz. Ketdik. Bu ko'rib turganingiz 3-spalni bo'ladi. Ko'rib tursiz, aboylardan Modern firmasining aboylari bosilgan ekan. Mramorniy naqsh turilgan, bu ham shunday yaxshilik bilan jiltirab turibdi. Bo'lmaga o'zgacha bir atmosfera berib turibdi. Santexnika unumlarini oldi deb aytib edik. Shunday
Радиаторлардан барлық бөлмеге кеткен радиаторлардан біздердің магазинімізден алды. Егер де сізге де сондай сантехника өнімдері керек болса, беймәлі Берекет Строй дүканларымыздан таба аласыз. Олай болса, біз обзорды жұмақлаймыз. Ажағамыздың үйі қалай шыққан? Комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетің. Берекет Строй дүканымыздың арқа районлардан қарайдарлар жүдә көп. Шымбай, Қаражөк, Ақтөкөпірден көпшілік қарайдарларымыз келіп, Берекет Строй дүканларымыздан келіп сауда істейді. Осындай әжайып имараттар бәршемізге бұйырсын деп отырып, біз видеоны жұмақлаймыз. Сау саламат болың. Берекет Строй, халқымыз таңлауы.